Assalomu alaykum. Qadrli teletomoshabinlar, aziz vahodoshlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini huquqiy mezon ko'rsatuvi bilan davom ettiramiz. Bugungi kunda texnologiyalar, sun'iy intellekt va shu kabi inson hayotini, yashash tarzini osonlashtirishi, qulaylashtirishi kerak bo'lgan ayrim o'zgarishlar, rivojlanishlar firibgarlikning ham yangi usullarini, yangi turlarini chuv tushirishning zamonaviy usullariga ham yo'l ochib beryapti. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali shu xususida shuningdek, qonunchiligimizga oid biz bilishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlar xususida so'z yuritishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun studiyamizga viloyat adliya boshqarmasi, rejalashtirish va nazorat tahlil sho'basi xodimlari Quvonduq Ulug'ov hamda Jasur Qurbonovlarni taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Quvonduq Ulug'ov, dastlab suhbatimizni siz bilan boshlasak, bank kartalari orqali sodir etilayotgan firibgarlik holatlaridan qanday qilib ogoh bo'lishimiz kerak? Mazkur jarayonda nimalarga e'tibor qaratishimiz lozim? Shular xususida so'z yuritsangiz. Barchamizga ma'lum, so'nggi yillarda bu juda avj oldi. Bank kartalari orqali sodir etilayotgan firibgarlik ko'paydi. Oddiygina SMS kodni begona shaxsga aytishimiz, shubhali havola kirishimiz orqali o'zimizni nimadan ayrilib qolyapmiz? O'zimiz hisobimizdan mablag'lardan. Chunki ayrim holatlar bo'ladi. Agar o'zingiz ham duch kelgan bo'lsangiz, sizga yaqin bo'lgan inson to'satdan masalan 1,5 million qarz so'rab turadi. 1 million qarz so'rab turadi, to'g'rimi? Xuddi shunday vaziyatda boshqa begona kartalar tashlanadi. Shu masalalarda masalan biz u shaxs bilan telefon orqali qaytadan aloqaga chiqib, bu yerda ham o'zimizni himoya qilishimiz mumkin. Yana masalan biz ahamiyat qaratadigan boshqa jihatlarimiz ham bor. Yana bitta jihat aytishimiz kerak. Masalan, shunday vaziyatda ko'pincha fuqarolar bankka borib murojaat qilib, aytadiki, shu xuddiki bu yerda bank aybdordek holat bo'ladi. Vaholanki SMS kodni o'zi bergan, o'zi shu kabi havolalarni bosgan, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda ogohlantirishlar bo'lishiga qaramasdan, ko'rgan, bilgan, eshitgan, shu jihatlariga qarash kerak. Men endi bankka murojaat qilish holatlari bo'yicha aytyapmanki, endi bu fuqarolik kodeksimizda belgilab qo'yilgan. Masalan, mijoz bank hisoblanadigan mablag'larni mustaqil ravishda tasarruf etish huquqiga ega. Bank esa mijozning mablag'laridan foydalanish tartibini belgilashga yoki qonunchilikda kuzatilmagan cheklovlarni qo'llashga haqli emas. Mazkur norma bank kartasi egalarining asosiy huquq kafolatlaridan biri hisoblanadi. Shu yerda ko'ryapsizmi? Bu yerda siz o'zingiz huquqingiz bor. Bank kartasida mablag' sarflashga. Bu yerda borib, masalan, bu yerda siz o'zingizni aybingiz bilan firibgarlik qurboni bo'lib qoldingiz. O'shanday vaziyatda borib bankni aybdor qilishimiz ham noto'g'ri ekan. Endi bank kartasi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha muhim jihatlar bo'yicha to'xtalib o'taman. Masalan, birinchi o'rinda SMS kodimizni va karta ma'lumotlarimizni hech kimga aytmasligimiz kerak. Agar siz masalan bizga o'zingiz bank xodimi yoki markaziy bank vakili yoki xavfsizlik xizmat xodimi sifatida tanishtirgan shaxs qo'ng'iroq qilib, karta raqami va amal qilish muddati yoki SMS kodini so'rasa, bu firibgarlik alomati ekanini unutmasligimiz kerak. Chunki nima uchun? Haqiqiy bank xodimlari hech qachon karta raqamini to'liq shaklda so'ramaydi. SMS tasdiqlash kodini talab qilmaydi. Telegram yoki boshqa messenjerlar orqali maxfiy ma'lumot so'ramaydi. Shu jihatga qarashimiz kerak. Inson qo'rquv va shoshilish holatda xatoga yo'l qo'yish ehtimoli yuqori. Va aytganimdek, ular hozir bizga nima desam bo'ladi? Psixolog jihatdan ko'proq, texnologiyadan ko'ra mana shu usullar orqali o'z domiga tortyapti. SMS kodning ahamiyatini aytaman. SMS kod bu bizning bank hisobimizning kaliti hisoblanadi. Uni boshqa shaxsga taqdim etdikmi, u hisobimizga erkin kirish imkoniyatini qo'lga kiritadi bu orqali. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. U faqat rasmiy sayt va mobil ilovalardan foydalanishimiz kerak. Shubhali platformalarda karta ma'lumotlarimizni kiritmasligimiz kerak. Shubhali platforma degani masalan bankning ilovasi emas. Boshqa to'lov tizimi yo'q unda. Biz kiritib, bank kartamizni kiritib, buni masalan foydalanish ko'p duch kelayotgan aksiya tugashiga oz qoldi. Hozirroq to'lov qiling, darhol to'lov qiling degan shoshiltiruvchi xabarlar kelib qoladi. Bu firibgarlikning eng keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi bu ham. Endi mana shunday holatlarda masalan biz kuchli himoya vositalaridan ham foydalanishimiz kerak. Masalan, eng keng tarqalgan 4.0, 4.7, 1234 yoki to'lgan sana va shu kabi sodda kombinatsiyalar qo'ydikmi, bank kartasi xavfsizligini ta'minlamaydi bu narsa. Biz murakkabroq kodlardan foydalanishimiz kerak. Biometrik himoya funksiyalari, masalan, barmoq izi, yuz tanish, zamonaviy smartfonlar deyarli hammasida mazkur imkoniyatlar bor. Mobil telefon qulfini ham himoyalashimiz kerak. Endi kafe, masalan, ko'proq kafelarda, aeroportlarda, bozor yoki boshqa shunga o'xshash joylarda, ko'ngilchar joylarda, jamoatchiliklarda bo'ladi bepul Wi-Fi tarmoqlari. Doim ham bu bepul tarmoqlar xavfsiz emas. Ayrim hollarda uchinchi shaxslar internet orqali uzatilayotgan xabarlarni kuzatib o'tirgan bo'lishi mumkin, sodir qilayotganda. Shu bois ochiq Wi-Fi orqali onlayn to'lovlarni amalga oshirmasligimiz kerak. Buni telishimiz kerak.
imkon qadar o'zimizni mobil internetimizdan foydalanishimiz kerak. Bank ilovalarini faqat ishonchli tarmoqlarda ishga tushirishimiz kerak. Endi bu fikrni nima uchun aytyapman? Masalan, har bir sohani o'zini egasi bo'lgan kabi kiber xavfsizlik mutaxassislari fikricha, ta'kidlashicha, ma'lumotlar o'g'irlanishining katta qismi aynan himoyasiz tarmoqlarda sodir bo'ladi. Ayrimlar aytadiki, masalan, kartamga to'satdan 1 million tushib, yana yo'q bo'ldi degan masalalar. To'g'rimi? Bu yerda masalan sizda SMS xabarnomasi o'sha narsa aniq tasdiqlanib turadi. Masalan, shudan sizga pul kelib tushdi. Bu yerda ertaga buni masalan shu firibgarlikda aniqlash kerak bo'lsa, chora ko'rish masalalarida ham bu bizga yordam beradi. Yana e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatlari. Xabarnomalarni barcha operatsiyalar faollashtirishimiz kerak. Shubhali operatsiyani sezsak, kartani darhol bloklashimiz kerak. Kartani darhol bloklash qanday? Masalan, o'sha bank kartasi qaysi bankka tegishli bo'lsa, o'sha mobil ilovadan kirib, kartani bloklash imkoniyati mavjud. Bankka zudlik bilan shunday holat bo'lyaptimi, tushunmayapmizmi, murojaat qilishimiz kerak. Ko'plab holatlarda aynan tezkor harakatlar mablag'larni saqlab qolishga yordam beradi. Banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun bor, o'shaning 43-moddasida banklar jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish hamda ommaviy qiron qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha qonunchilik talablar yaratishi kerak. Oddiy ehtiyotkorlik va xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz moliya mablag'larimizni ishonchli himoya qilishga sabab bo'ladi, chunki hatto ba'zan bitta xato bugun hisobimizda mablag'larni ayrilishiga olib kelishi mumkin. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Albatta pul munosabatlari bilan bog'liq xabarlar, ogohlikka chaqirish kerak bo'lgan ma'lumotlar har bir shaxs uchun birlamchi muhim masalalardan hisoblanadi. Shu ma'noda yana pul munosabatlari bilan bog'liq ikkinchi savol bilan Jasur Qurbonov sizga yuzlanmoqchiman. Qarz shartnomalarida, umuman qarz masalalariga oid jarayonlarda nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Shular haqida ma'lumotlar bersangiz. Hozirgi kunda qarz munosabatlari ancha ko'paygan. Bu aynan qarz munosabatlari deganda, qarz munosabatlari bu ya'ni yaqin do'stlar, qarindoshlar o'rtasida, ya'ni bu ishonchli deb unga hech qanaqa hujjatsiz qo'liga katta pul mablag'larini berib yuboradi va keyin u mablag'larni qaytarib ololmaganlik oqibatida sudlarga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Sudlarga borgandan keyin qo'lida biror bir yuridik hujjat bo'lmaganligi sababli u yerda hech bir natija bo'lmaydi. Ya'ni masalan bir fuqaro do'stiga katta miqdorda qarz beradi. Uni qaytarib ololmaganligi oqibatida fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilgandan so'ng sudga borganda u yerda qo'lidan yuridik hujjat, ya'ni tilxat, ya'ni boshqa bir notarial tasdiqlangan hujjatlar bo'lmaganligi sababli umidsiz qaytib keladi. Ya'ni bu yerda qarz shartnomasini asosiy tartibga soladigan hujjat Fuqarolik kodeksi. Fuqarolik kodeksining 733-moddasida belgilab o'tilgan qarz, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravardan oshgandan so'ng u tilxat asosida, ya'ni notarial tasdiqlangan tilxat asosida yozma shaklga rioya qilgan holda tuzilishi belgilangan. Agar ikkinchi taraf qarz olayotgan tarafning ikkinchi tarafi yuridik shaxs bo'lsa, u summasidan qat'iy nazar yozma shaklga rioya qilishi belgilab o'tilgan. Fuqarolik kodeksining 109-moddasi yana belgilab o'tilgan, ya'ni bitimning oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik. Masalan, agar bitim oddiy shakl, yozma shaklga rioya qilmaslik uni haqiqiy emasligiga olib kelmaydi, lekin nizo chiqqan taqdirda ularni masalan berganligi, ya'ni uning huquqiy oqibatlari tugatilganligi boshqalarni, ya'ni taraflarni ko'rsatuvlarni tasdiqlash huquqidan mahrum qiladi. Masalan, taraflar bitimning tuzilganligi, mazmuni yoki bajarilganligini yozma yoki boshqa dalillar bilan tasdiqlash huquqini beradi. Qonunda taraflarning kelishuvi bilan to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilgan hollarda, masalan, bitimni oddiy yozma shakliga rioya qilmaslik uning haqiqiy emasligiga olib keladi. Agar qarz oluvchi tilxat yoki qarz beruvchi tomonidan muayyan summani yo miqdorda ashyolarni topshirilganligini tasdiqlaydigan boshqa hujjatlar bilan bo'lsa, bu qarz shartnomasi oddiy yozma shakliga tuzilgan deb hisoblanishi mumkin. Agar qarz majburiyati qarz oluvchi tomonidan berilgan veksel, qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar, undirib olish uchun belgilangan boshqa qimmatli qog'ozlar bilan tasdiqlangan ham bo'lsa, qarz shartnomasining oddiy yozma shakliga rioya qilinganligini hisoblanadi. Amalda qarz shartnomasi qarz oluvchi tomonidan qarz beruvchiga ko'pincha fuqarolar tilxat asosida rasmiylashtiriladi. Bu taraflarning o'zaro kelishuvi bilan notarial tasdiqlanishi ham mumkin yoki notarial tasdiqlanmasligi ham mumkin. Ammo lekin yuridik shaxs bevosita uning rahbari yoki boshqa hisobchisi yoki uning ishonchli vakili tomonidan tilxat asosida qarz shartnomasini tuzish mumkin emas va u belgilangan tartibda boshqa, ya'ni notarial tasdiqlangan hujjatlar asosida
qarz shartnomasini tuzishi mumkin. Ya'ni qarz biror biriga oldi berdi qarz qilayotganda, ya'ni qarz shartnomasini tuzish bu eng ishonchli narsa hisoblanadi, chunki ertaga u pulni qaytarib ola olmaslik oqibatida o'sha qo'lidagi yuridik hujjatlar asosida fuqarolik sudlariga murojaat qiladi, belgilangan tartibda qarzni undirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi fuqarolar. Ayrim holatlarda nafaqat yozma hujjatlar, balki video, foto tasvirlar ham hujjat sifatida fuqarolar oldi berdi qilishadi shu jarayonda. Bu qanchalik to'g'ri? Ya'ni bu taraflarni o'zaro video yozuvlar ham belgilangan tartibda asos bo'lishi mumkin. Ko'pchilik holatlarda video boshqa hozir kunda sun'iy intellektlar tarmog'i ham keng rivojlanib ketgan. Unutmasligimiz kerak, chunki video boshqa tarmoqlarda ham sun'iy intellekt orqali fuqaroning ovozini yozib, uning nomidan o'shanda gapirtirish imkoniyatlari ham ko'p uchrayapti. Bunda fuqarolarimizga tavsiya qilamiz, asosan bu yozma shaklda tuzishga tavsiya qilamiz, chunki sun'iy intellekt ancha rivojlanib ketdi va masalan sizning ovozingizdan foydalanib, sizda masalan 10 million qarz oldim yoki 20 million qarz oldim deb videoda yasab chiqish imkoniyatlari keng rivojlanib ketdi hozir. Bu fuqarolarimizga tavsiya qilamiz, oddiy yozma shaklga rioya qilishni. Rahmat. Quvondiq Ulug'ov moddiy masalalarga oid xabarlarni, ma'lumotlarni yetkazishda davom etsak, aytaylik, shu yuqorida aytib o'tilgan mavzularga nisbatan o'xshash bo'lgan, ya'ni kredit munosabatlarida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak, shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Menimcha ko'proq fuqarolarga qiziq, masalan, krediti bor odam xorijga chiqa oladimi? Masalan, yana peniya masalalari, o'zi bu qanday tartibga solingan, qanday tuzilishi kerak degan masalalar. Chunki hozir kredit tizimi hayotimizda ajralmas qismi bo'lib qoldi hozir. Onlayn kreditlash xizmatlari ko'paydi. Shunday vaziyatlarda bizda ko'pincha shu bilan bog'liq nizoli vaziyatlar oshgan. Endi birinchi navbatda kredit masalalari bo'yicha huquqiy asoslar aytib o'taman. Bu Fuqarolik kodeksi, to'lovga qobiliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni va boshqa tegishli normativ hujjatlar bilan tartibga solingan. Kredit masalalari bo'yicha bu Fuqarolik kodeksida belgilangan. Bunda nima? Bir taraf qarz oluvchi bo'lsa, ikkinchi kreditor bo'ladi. Bu ikkita tarafda ham, masalan, majburiyat, huquq bor. Bir taraf ma'lum bir pul mablag'larini foydalanish uchun ikkinchi tarafga beradi. Ikkinchi taraf uni, masalan, bankda aytaylik majburiyat berish bo'ladi, shartnoma imzolagandan keyin. Ikkinchi taraf uni belgilangan muddatlarda foiz bilan qaytarish majburiyatini oladi. Bunda kredit sifatida bank yoki boshqa kredit tashkiloti ham bo'lishi mumkin. Endi Fuqarolik kodeksimizda yana bitta jihat bor. Bu yozma shaklda tuzilishi shart. Aks holda bu haqiqiy emas shart hisoblanadi. Kredit munosabatlariga kirishayotganda shartnoma asosiy hujjat hisoblanadi va shartnomada nimalar ko'rsatilishi kerak? Kredit miqdori, foiz stavkasi, to'lovni amalga oshirish muddati, taraflarning huquq majburiyatlari va javobgarlik choralari aniq belgilanishi kerak. Ko'pincha kredit olayotganimizda aytaylik shartnoma katta hajmli o'qimaymizda. Masalan, siz ham men ham bu kabi holatlarga yo'l qo'yganmiz. Eng oxiriga tushib tanishib bosgansiz. Bank onlayn kredit olishda, to'g'rimi? Shu jihatlar biz uni tanishib chiqsak, ertaga har qanday muammo holat bo'lganda, biz u tanishdingizmi, siz u aytaylik ofertani aksept qildingizda, bunday siz unga rozi bo'ldingiz. Onlayn masalalar demoqchiman. Kreditni muddatdan oldin qaytarish va kreditni muddatdan oldin qaytarishni talab qilish shartlari ko'rsatilishi kerak. Qarz oluvchi olingan qarz summasini belgilangan muddatda va miqdorda qaytarish shart. Agar shartnomada qarz qaytarish muddati ko'rsatilmagan bo'lsa, qarzni qaytarish haqida talab qo'yilgan kundan e'tiboran 30 kun mobaynida qarz oluvchi qarzni qaytarishi kerak. Foizsiz qarzlar, shu bitta jihat aytaylik, bu hozir ta'kidlab o'tdim. Bu 30 kun degan masala qarzni qaytarish muddati ko'rsatilmagan bo'lsa, qarz qaytarish haqida talab qo'yilgandan keyin amal qiladigan muddat bu. Endi foizsiz qarzlar qarz olish tomonidan muddatdan qaytarilishi mumkin, lekin masalan siz foiz bilan o'shani muddatdan oldin qaytarsangiz siz to'liq ozod bo'lasizmi degan masalalarda bor. Bu qarz beruvchining roziligi bilan muddatdan oldin qaytarilishi mumkin. Fuqarolik kodeksiga ko'ra, agar kredit oluvchi qarzni belgilangan vaqtda to'lamasa, bank yoki kreditor avval sudga faqat o'sha to'lamagan qismini qarzni siz 2 oy to'lamadingiz yo 1 oy to'lamadingiz. Shartnomada yozgan muddatdan oldin palonchi vaqtda talab qilamiz, to'liq to'lang degan masalan, faqat mana shu vaqtda talab qilamiz degan shartlar qo'ygan ular, to'g'rimi? Siz 1 oy 2 oy kechiktirdingiz, to'lamayapsiz. Shunday vaziyatda bank yoki kreditor avval sudga faqat muddati o'tib ketgan qarzni undirish uchun murojaat qiladi. Agar qarz oluvchi shu qarzni ham to'liq to'lamasa, unda kreditor kreditning qolgan barcha qismini ham muddatdan oldin qaytarishni talab qilib sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Masalan, siz 200 million so'm kredit oldingiz, to'g'rimi? Yo 100 million so'm, yo 50 million so'm. Shunday vaziyatda siz 1 oy 2 oy to'lamangiz. Sizdan dastlab sud orqali shu to'lamagan qismingizni to'lash talabi qo'yadi. Siz to'liq to'lamasangiz,
keyin butun to'liq qismini to'lashni talab qilishi mumkin. Bu ham shartnomada keltirilgan bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, qarzdor to'lovlarni vaqtida amalga oshirmasa, bank avval keltirilgan summani muammo davom etsa, bank butun kreditni birdaniga qaytarishni talab qilishi mumkin. Kredit munosabatlarida qarzdorlikdan kelib chiqish sabablari va oqibatlari bor. Endi bitta jihati maqsadli kredit degan jihat bor-da, masalan, ko'pincha maqsadli kredit olib, uni o'sha maqsadda ishlatmasdan o'z ehtiyojlari uchun ham ishlatib yuborish holatlari bor. Endi shu masalalarga ham to'xtalib o'tamiz. Kredit shartnomasi bo'yicha qarzdorlik asosan ikkita holat, ya'ni qarz oluvchi olingan pul summasini qaytarish majburiyatini va foizini to'lash majburiyatini bajarmaganda vujudga keladi. Bundan tashqari, kredit shartnomasida nazarda tutilgan shartlarni jiddiy ravishda buzilganda, olingan kredit maqsadsiz ishlatilganda e'tiborli bo'lishimiz kerak. Masalan, kredit shartnomasida nazarda tutilgan shartlarni buzganimizda, maqsadsiz foydalanganda ham yana qarzdorlik yuzaga keladi va bu bir qator huquqiy oqibatlarga, jumladan kredit bo'yicha peniya va jarimalar hisoblanishiga, kredit tarixining salbiylashuviga, mol-mulkka nisbatan undiruv qaratilishiga, sud tartibida qarzni majburiy undirish, ayrim hollarda qarzdor bankrot deb topilishi mumkin. Sud qaroriga asosan qarzdorning ish haqi, bankdagi hisob varaqlari yoki boshqa mol-mulkdan undiruv amalga oshirilishi mumkin. Bu esa qarzdorning moliyaviy holatiga jiddiy ta'sir yetkazadi. Kredit munosabatlariga kirishgan fuqarolar chet elga chiqishi mumkinmi degan savol bo'lishi mumkin. Kredit to'lovlari o'z vaqtida belgilangan shartlarga muvofiq amalga oshirilayotgan fuqarolarning chet elga chiqishi huquqi hech qanday cheklanmaydi. Qarzdorning chet elga chiqishiga cheklovlar qo'yilishi mumkin va bu holat qarzdor kredit to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirmaganda yuzaga keladi. Bu turdagi munosabatlar O'zbekiston Respublikasining sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarni ijro etish to'g'risidagi qonun va tegishli normativ hujjatlar bilan tartibga solingan. Bu nima degan? Agar qarzdor kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bank sudga murojaat qiladi. Tegishli sud qarori bilan ish majburiy ijro byurolari ish yurituviga o'tgan bo'lsa, qarzdorning xorijga chiqishi huquqi vaqtincha cheklanishi mumkin. Xulosa o'rnida aytaman, kredit munosabatlari iqtisodiy hayotimizning muhim qismiga aylanib borayotgan bugungi kunda kreditlardan oqilona foydalanish keng moliyaviy imkoniyatlar yaratadi har birimizga. Biroq kredit majburiyatlarini bajarmaslik moliyaviy va huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Shu sababli kredit olishdan oldin shartlarni puxta o'rganishimiz kerak. O'zimizning iqtisodiy imkoniyatimizni qarashimiz kerak. To'lov imkoniyatlarini to'g'ri baholashimiz kerak. Kredit mablag'larini maqsadli foydalanishimiz kerak. Ana shunday holatda bizga muammolar kelib chiqmaydi. Chunki biz bu holatga rioya qilmadikmi, shartlar buzdikmi, ertaga buning orqasida huquqiy oqibatlar, javobgarlik masalalari qonunchimizda belgilangan. Rahmat ma'lumotlari uchun. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, moliyaviy masalalar mavzuga oid ma'lumotlar aholi uchun, kishilar uchun birlamchi ma'lumotlar hisoblanadi. Shu ma'noda yuqorida aytib o'tilgan savollarimizga javoblaringiz uchun, ma'lumotlaringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.